Allohim, o'zingga oson. Tez kunlarda g'oyibingdan shunaqangi fayzli, oppoqqina, ko'rkamgina o'zining 99 ta ismi a'zaming yozilgan namozxonalari bor, barcha sharoitlari va ko'rkam jihozlariga ega bo'lgan hovli bergan va shu uyda farzandlarim, yaqinlarim bilan o'ynab kulib, toat ibodatda yolg'iz o'zingga shukronalar etib, baxtli yashashlikni nasib qilgan. Izohlarda qoldirilgan bir o'zbek ayolining mana shu gaplari har bitta qalbga yetib boradi. Chin yurakdan so'raganga Alloh ham ol qo'lim deb berib yuboradi inshaalloh. Allohim hammalarga mana shunaqangi chiroyli xonadonlar nasib etsin deya mana shu chiroyli hovlimizni ko'rsatyapmiz. Chilonzor tumani Qozirbod mahallada 365 sotuda 7 ta xona qilib qurilgan ekan. Bekam ko'skina orzu havasli xonadon. Ichida hamma mebel texnikalar chiroyli jihozlangan. Mana shunaqangi